Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz Abdulvahab Al-Khallab'niki ilm usul fiqh degan bu kitobning o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, dalalatu ayatihi imma qat'iyyatun va imma danniyya degan mushak kelib to'xtab qolgan to'q Qur'oni Karimning oyatininki ma'no mazmuni hukmi ya qat'iy bo'ladi va ya danniy bo'ladi deb mushu mazmunisi to'xtab qolgan to'q. Kelib to'xtab qolganning o'zidan dersimizni başlap devam kirişimiz inşallah. Deydu dalalatu ayatihi imma kat'iyetun ve imma daniyetun. O Kur'an-ı Kerim'in ayetinin mana mazmuni, uxtuğan hukumi, dalaleti ya kat'i oludu ya danni oludu deydi. Kat'i kandak, danni kandak. Onu biz tevende kırmız kine. Nususul Kur'an'ı جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل، لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آية بلغها أصحابها وتلاها عليهم وكتبها كتبة وحيه وكتبها من كتب لنفسه من صحابته وكتبها من كتب لنفسه من صحابته وحفظها منهم عدد كثير وقرأوها في صلواتهم وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهم. وما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما اعتاد العرب أن يدونوا فيه ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين. وقد جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بواسطة زيد بن ثابت وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه المدونات وضم بعضها إلى بعض مرتبة الترتيب الذي كان الرسول يتلوها به أصحابه في حياته. وصارت هذه المجموعة وما في صدور الحفاظ هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن ورواياته. وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر في حياته وخلفه في المحافظة عليها عمر، ثم تركها عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين وأخذها من حفصة عثمان في خلافته ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه وعدد من كبار المهاجرين والأنصار عدة نسخ أرسلت إلى أمصار المسلمين. Hem de Kur'an-ı Kerim'nin nesleri, Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri, onun hemmisi kat'i, keskin. Kaysi ayetlerde o Kur'an-ı Kerim'ninki kegelik tarafıdan, Kur'an-ı Kerim'nin sabit okalık tarafıdan, o Kur'an-ı Kerim'nin çoğu Resulullah'ın da bizi kadar yetip ulaşkan yetiş cihetten hem cihet kat'i ki maya mandak mıdo, andak mıdo yama yetkili kalan bir aylık Allah subhanahu wa ta'ala tarafından vurud düşe Allah'dan levhul mahfuzdan Resulullah'dan biz kadar ulaşkanlıkta hiç kandak ve la ezbillah şek şüphe ve la ezbillah ikiliş ubu yokdan mı yok. Onun vurudu çok kat'i Kur'an-ı Kerim'nin Allah Teala tarafından varit boğallığı, sabit boğallığı, Resulullah'dan biz kadar uluş bir yetip kelgelliği kat'i onun hiç kanında kıl sıkmaydı, su sıkmaydı. Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerinin hemisi kat'i. Ey
Bu qat'iy degan gap qanday desa, ya'ni jazm qilamiz biz. Kesib ayta olamiz biz. Kesib ayta olamizki, nimaga shuning cho'qim biz uni o'qiyotgan Qur'oni Karimning naslaridan bo'lgan o'qiyotgan nasning har qandig'i u Qur'oni Karimning o'zi. U bir naski Alloh azza va jalla uni o'zining payg'ambarga tushirgan nasning o'zi shu. Un boshqasi emas, kam emas, ziyoda emas. Undaqanikin bu bizga yetib kelishda, bu sabit bo'lishida, bu Qur'oni Karimni Alloh subhanahu taolo tarafidan kelganligida, tushirganligida hech qanday nima yo'q, danni taraf yo'q. Hammasi qat'iy deydi bunga. Va yetti yetkizdi ve bellagahu yetkizdi o Kur'an-ı Kerim'ni Resul masum pak günah o bu masiyetten o bunun pak olan ve masum Allah subhanahu wa ta'ala öz himayesi ağan qoğdap asrap qağan masum peygamber masum dişi ayet-i kerimden bayana ya eyyuhar Resul bellig ma unzile ileyke min rabbik ve illem tebqal fema bellagta risalete vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni başka seni düşmanlarından şerri zarardan qoğdaydı o. Resulullah şu ayet düşken kadar bazı bir seferlerde, cihatlarda o bu başkalardan qoğdunlup atrafında karavul, korallı kuşla, mücahitler, muhacir ensarlardan boğan pidayla Resulullah'ın da yat kılıp korşap duradı. Ayet düştü ma Allah seni qoğdaydı. Vallahu ya'simuke minen nas. Qoğday degenden kin abal demini işim tügdi. Sizlerin işim tügdi. İşim kılan beni Allah özü qoğdaydı dep qoğdalmaydıgan boğanda. Masum degeni ve masum Resulullah Aleyhisselam Allah umum cetten himaya kılıdığın. Ve yetkizdi o Kur'an-ı Kerim'ni Ar-Rasul masum ümmeti yetkizdi. Hiç kadar tahripsiz ve la tebdilsiz. Kat'i degenin manisi şu deydi. Ey nedzimun ve nakta'u kesip aytalaymiz, cezmiyetlen itqat kılalaymiz, cezmiyetlen diyalaymiz. Çünkü Resul masum bu qoğdalgan, himaya kılıngan peygamber kaçan boğandı. Kaçan bu Resul masumga bir sure ya bir qancha ayet ya bir ayet tushib qip qalsa bir sure kamil bir sure ya bir qancha ayet ya alal bir ayet tushsa o Resul masum unicho o'zining sahobalarga dal shu vaqt yetkazadi. Ballagaha ashabahu. Bir sure olamdı, bir qancha ayet olamdı, alal bir ayet olamdı, sahobalarga yetkazib turadi va o'qib turadi. Resul masum uni o sahobalarga tilovat qilib turadi, o'qib turadi. Va katabaha katabatu vahyihi va yazatdi. Nimani? Şu sureye ayet bir qancha ayet bir ayet olsunmu o Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy yazg'utsi kataba dalama qatala degan qo'shish mubalag'a sig'iladi bu Resulullah Aleyhisselam'ın vahiysini bak yazg'uchi kaparatul fajara degan qo'shish faala vaz kelgan faalatun bu sig mubalag'a deyildi yazatdi. O sureye ayetlerini ya bir ayet olsun mu Resulullah'ın vahiysinin yazgıçıları eğer tercip kalmaydıgan minitskini tahrik kalmaydıgan katabeleri katipleri derhal yazdı. Ve katabaha men kataba li nefsi min sahabeti. Ve yazdı o sure ayet ya bir ayetlerin özüne öz sahabelerden öz bir kişi yazı öz için yazganlar mı oldu? Ve sakladı muşunu sure ayet ya bir ayetin özünü bu sahabelerden köp kişi öz sakladı. İşte öz nefsi için Resulullah gerçi değilmeyen bolsun mu? Şu vahiy katiplerden başka bir kança kişi, bir kança köp kişiler bunu yazdı deydi. Yazıp sakladı aldı. Ve ula ukbedi ula bu sürünü ya bu ayetlerini okudu ula. Okudu ula bu sure ayetlerini özürü namazları okudu. Ve ibadet kıldı ula. O sure ayetlerini tilavet kılışlar başka vakitlerde onu nim kıldı. İbadet tarikada namazları okudu, tilavet kıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölüp ketmedi Resulullah. Lekin her ayet Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden bulan her bir ayet Arap halkı eni toplap adetlengen tarikada, adetlengen nersin uzda tira
Onun bu hormoniki kuzakları, üstükan ve onun başka bazı şu kağıt, saman kağızdaki binasım galiben tiryek bir nesle. Mesela ben taşlı değil, aşağı yüzü toplaydıgan, yiyip bir nesle kaldırgan neslimizde Araplar yüzünün adı bince. Toplangan neslimizde toplanıp boldu. Resulullah vefat tapmadı, lekin vefat tapkan bolsa Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden bu her bir ayet toplandı. Arap aşını yüzü yiyip toplaydigan narsaga odatlangan narsani uzuvchi yezib qoldirilib bo'ldi, to'planib bo'ldi va saqlanib bo'ldi. Bu nima, har bir oyat Qur'oni Karimda bo'lgan. Musulmonlarning ko'pinchilarininki sadri, qalblarida saqlanib bo'ldi, yodilinib unaqa. U yodilinib qolmasin, amaliyot bilan ijro qilinib, amaliyotida uni amaliyot faol turda tarjim qilinib, mujarrada yodib qo'ymassin. Musulmonlarning ko'ksida, yana qalblarida saqlanib bo'ldi bu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Zayd ibn Sabit ki vaslen qanday qildi va sahabalar tunishlik bo'lgan sahabalarninki yani hibzlan yodilish quvvati joyida va yezish qalami yaxshi. Shuni tunish qilgan sahabalarning ba'zilancho Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu to'planmaning hammani qanday qildi? To'pladi, jami qildi. Onun bazı qo'shdi. Bu şu Rasululloh alayhissalatu vassalam ininlan tilovat qilgan tartib bilan tartiblangan holda qo'shdi ba'zisiga. Va uni u Rasululloh alayhissalatu vassalam o oyatning o'zini, o suraya oyatning o'zini o tilovat qilib beratdi. O'zing sahabalarga, o'zining hayot vaqticha o'zining sahabalarga tilovat qilib bergan bo'yicha bu tartiblendi bu Abu Bakr Sıddık Razı'nın davri kelganda. Bu toplanma ve bu hafızlarınki, karimlarınki sudur yani kalbideki bu toplanma nim bolысы Müslümanlarınki Kur'an-ı Kerim'ni kubul eliş, onu rivayet kılışır yandaki Müslümanların asas merca menbesi aylandı deydi. Bu toplanmanın özüne Kur'an-ı Kerim'in sure ve bir qancha ayet ve bir ayettin bo'lgan mush majmuani o'zi saqlashga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu puttasab tudi o'z hayot vaqtida va o'rinbosar bo'ldi bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga bu to'planmani, bu majmuani saqlashda Umar roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qanday qilgan bo'lsa bu kishi shunday saqlab keldi. Andan keyin tark etdi o majmuani. Umar ibn Hattab roziyallohu anhu o'zining qizi mo'minlarning anso'gan Hafsa onamizning qishqa Rasululloh alayhissalatu vassalamning ayoli Ummul Mu'minin Hafsa bu onamizni qishqa tark etdi. Sen saqlab turgin deb omonat tariqi tark etdi. Va oldi bu majmuani Hafsa onamizning Osman roziyallohu anhu o'zining xilofat davrini oldi. Onundan sonra Zeyd ibn Sabit roziyallohu anhu'nun vasılan bu şu Zeyd ibn Sabit'in üzerinde baş olup Zeyd ibn Sabit'in nefsi Zeyd ibn Sabit vekil kımı da nak yüzü boğan bolda aşk kişinin ki vasılan bundan sonra nusqıp köpeytti. Ve muhacir ensarlarının çoğunlarından boğan bir netçisinden vasılan fakatla Osman roziyallohu anhu üzemez. Ya ki Zeyd ibn Sabit üzlemez. Muhacir ensarlardan boğan çoğun sahabalarının ki bir qanchalardan boğan şu bir qanchalarının vasılan o Kur'an-ı Kerim'de Osman ibn Affan roziyallohu anhu o Hafsa anamızın kışını elip bir neçe nusq köpeytti. Bir neçe evet o evetildi. Evetildi o nusxını anından keyin mecmua nusxını Müslümanların şehirleriga evetilgan bo'ldi. Abu Bakr Siddiq qanday oldu deganda saqlida o Qur'oni Kerimda saqlab keldi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Enanda toplangan, onun da bir ayet olsun ya Kur'an-ı Kerim'de ya bir neçe ayetler olsun toplangan narsaning hammasini saqladı. Bir ayet olsun saqladı ya ki bir qancha ayet olsun saqladı. Hatta Kur'an-ı Kerim'den bir narsa zayav ketib qolmasin deb maşallah. G'ami mushundan bo'lib Osman ibn Affan roziyallohu anhu musulmonlarning hammasini nimaga Osman ibn Affan topladı musulmonlarni şu bir majmuaga ek geldi. Bir toplumga ek geldi. Bu
nimeden bu toplangan mudavvandan toplangan Kur'an-ı Kerim'den hemini bir bir mecmuaga ep geldi. Bir topluma yani bir nusxa ep geldi. Bunu bütün Müslümanlar ara, İslam şehirleri, devletleri ara bunu neşir kılıp taqatdi. Hatta bu Kur'an-ı Kerim'nin labsi jo bula özara ihtilap kılışmamışsın için. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'ni kitabeten qo'ldan qo'lga ilishib boshladi. Tanaqalal muslimuna ilishdi musulmon naql yutkishib qildi. Musulmonlar Qur'oni Karimni bu Qur'oni Karim yiziq holda bu to'plangan Qur'oni Karimdan Mushafil Mudavvandan cho'q Qur'oni Karimni qo'ldan qo'lga ilishgan boshladi, yutkashga boshladi. Biz va talaqqaya minal va talaqqayama ne bo'ldi bu hamda? Qani qoldi bu. Mana yoqda qilamdi. وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدونة و وتلقيا و وتلقيا من الحفاظ وإلشت نقل قلب يتكالد قولدun قولuşnak إلشت Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'ni telakkiyen anında telakaya degende telakaya yak telakkiyen aslında şundakken ve telakkiyen bu hafız hubbazladın bu karahunladın ço ecjalen en ecjalin fi iddeti kurunun bir netçe asır içinde evlat muş hafız karındaşlarımızdan muşu şey nimilden karahunladın kubul kılışık başladı Müslümanlar يتكب إيش başladı. وما اختلف المكتوب منه وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ. O Kur'an-ı Kerim'den yazılgını olsun. Bir varakka, teriге, hormның şahlarıga. Vel mahfuz ve o sedrde, karımlarının köngüde, kalbide yadılgını olsun. Bunun hiç kanda ıhtılap kılınmadı. ولا اختلاف قلمده ولا اختلف في لفظة منه صيني ولا مراكشي ولا بوليني وسوداني وهذه ملايين المسلمين في مختلف القارات من 13 قرنا ونيف وثمانين سنة يقرؤونه جميعا لا يختلف فيه فرد عن فرد ولا أمة عن أمة ولا بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل أو ترتيب تحقيقا لوعد الله سبحانه إذ قال عز شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Onun da o Kur'an-ı Kerim'den çoğu yazılgan nesimi ihtilap kılınmadı. Valla kalpte, karahının kalplerinde yadalgan bu hem ihtilap kılınmadı. Ve bunun da çoğu ihtilap kılınmadı bir lafızda o Kur'an-ı Kerim'den elki meylis cunguç yazılgan bolsun mu? Marakeş, Mağrib'de yazılgan bolsun mu? Boluni, Sudanca olgan bolsun mu? İhtilap kılınmadı. Bu olsa az 13 eser ve 80 netçe neyip deganning o'zi nima desa neyip deganning o'zi birdan ushukchilik bo'lgan neyip deydi 80 necha 81dan 83 yoki mana chiqqanda 1380 nechinchi yilga qadar oraliqda mush qit'alar o'xshashmagan qit'alar orasidami hech qanday buni ixtilof qilinmadi mush millionlab musulmonlar orasida deydi ular u Qur'oni Karimni hemmisi birdek okuydu ama onun da bir adamın, bir adamların, bir cemaat, bir ümmetin herkes birbirisiyle dağıtlaştı, ihtilaf kılışkanmaydı. Vaya, valla, bu artık kendi yenmeydi, valla kemken diyemeydi. Maya özgertilip doyamaman tabi, yötkülüp gitti diyemeydi. Ya tertip cihatte ma işkanda ihtilafsız maşallah. Mandak kitap mı? Kitap deydim. Şuna bu zalikel kitab la rayba fi Kur'an-ı Kerim'nin kemasından en evvelde Sur Bakara suresinin deslibide hiç kandak aptırmına diyemeydi. Hiç kandak bir yazgıcı kitapını yazmay turuplu kılam. Bunun şeksiz, bunun şeklen nes yok. Aş kitap, zalikel kitab la rayba fi. Bu kitap, onun hiç kandak şek yok kitap diyemeydi. Her kandak aptur. Ama Allah subhanahu wa ta'ala dedi deslibdiler.
Har qanday yozuvchi avtor kitobni yozib bitirib bo'lgandan keyin oxirida qistirma so'z deb qo'ydi. Men kitobni bitirdim, buncha muddatda buncha kitob bo'ldi, buncha hajmilik. Bu kitobim balkim kam ziyodan ba'zi nuqsondan xoli bo'lmasi mumkin. Shunga bu tanqid tarbiya beruvchilarningki tanqid tarbiyasini qabul qilinman, qarshi olinman. Kitobim balkim ekspertlikdan xoli bo'lmasi mumkin deb. Ama Allah subhanahu wa ta'ala onu ondan demey başlık kılam şek yoktu dedi. Ahirdim demey de şeksiz demey başlı dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ilahi, bir muciz, icaz kelin nokturdu. Nim için emilleştirillikini jaktın bunun önce nim dep bola partin ummetin la ziyade ola noksan bilen ola tağyir tabdillen hiç kana ihtilaf tutkanmaydı bu şunca milyonlar Müslümanlar ise vücut çıkarlığın jaktın emilleştirillikini jaktın Allah subhanahu wa ta'ala'nın vazisini ki öz vaxtıda ona şanın ayeti aziz olan zat şuna dedi ki çok biz Kur'an-ı Kerim'ni biz düşürdük. Yani biz yine özümüz qoğdayımız. Her qandaq tətür kuş bunu qoğan düşmanlarınki ziyan zahmetinden onun şer zerrinden özümüz qoğdayımız degan va'dasini ishga shugal qiljatıdan asrlar bir 14 asr davomlashgan bo'lsin hech qanday bizga ixtilof qilishgan maydo deydi. وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى قسمين نصي قطعي دلالته نصي وسميله نص إلى قسمين نص قطعي دلالة لكن نص قطعي دلالة وسميله نص وسميله على حكمه ونص ظني دلالة على حكمه أما القرآن الكريم ayetinin özü, o ayetin ki öz koynagan hükümni uqtirish jarayonichu bu qanday qoludu deganda bu ish qism bo'ladi. Qur'oni Karimning oyatlari bu o'ziniki bu oyat ahkamlarni bildirish jarayonida bu oyat öz qo'yniga olgan, o'ziga olgan narsaki u narsadan hukmlardan iboratdir. Mush hukmga dalolatni, hukmga uqtirishi dalolatdir. İki kısmı taqsim yaptı. Birinchi, naski onun dalalati qat'iy onun hükmüge. Onun bu dalalati hükmü olan dalalati qat'iy. Ve bir nas var ki dalalati danni onun hükmüge. Dalalati danni. Mesela nime deyimiz mesela bazı ayetler var ya nime degende والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء ما هذا نيم بولdu bu degende bu ayetteki subut kat'iyana. Onun vurudu Allah Teala tarafından düşkenliği kat'i ona hiç qanday şek şüphe ola yaz billah. Eğer ikilini qilib qas dinden chiqdi o adam. Bunun subuti vurudu kat'i bizga Rasulullah yetib kelish kat'i. Ama dalalçı zanni. Xuddi val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasat quru degan oyat kalima o'xshash. Quru ham hayd ham to'hrini uqtirib qoldi. Buning nimasi dalalati danni. Buning o'xshash bo'ladi. Subuti qat'iy o'simi ammo buning dalalati ba'zi oyatlar ko'p oyatlarning qat'iy o'simi va ba'zi endi nurg'un oyatlarning dalalati danni bo'lgan bo'ladi deydi. فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه مثل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Endi dalalati qat'iy kisb etilgan nasla oyat karimalar u bir narsa uqtidi bir ma'noki u oyat u nimadincho u ma'nodan fahmisi ro'shan aniq muayyan bo'lgan ma'noni uqtidi. Boshqa ehtimol keltirmaydi. Hech qanday ta'vilga ehtimol keltirmaydi. Vala u oyatdanchi u ma'nodinchi u ma'noning g'ayri bir ma'noni tushunishga majol ham uning bo'sh hamya yo'q. U Allah subhanahu wa ta'alaning tabanki oyatiga o'xshash. Sizlar uchun sizlarningki valakum nislu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna waladun. Sizlar uchun hey erlar sizlarning ayollaringlar qoldirib qo'ygan mol dunyoning yermi va agar u ayollaringlarning bolasi bo'lsa dedi. Masalan, uningga nisb keladi degan gapda. Agar bolasi qolib qolsa, uningga nisb kelmaydi, rubu kelgan bo'ladi. Masalan, bu oyat qat'iy. Bunda hargiz bir odam bola qancha
çoğ alim ahunum, hakim yoki boshqa hoji ahunum valla başka adam bo'lsin orttirammaydi. Alloh subhanahu taolo buni mana shunaqa dedi. Shu bo'yicha bu qat'iy bunga. Hech qanday bir kim orttirammaydi. Bu oyatning dalolati qat'iy. Bunga boshqa hech qanday ta'vil va nimaga ehtimol yo'q va bu oyatdan g'ayrining bu ma'noning g'ayridan boshqa bir ma'no tushunishga bir urumi yo'q. Shu qat'iy bir tushunishimiz kerak deydi. Bu dalolat qat'iy. Shuningdek chuqum erninki mirosga oldigan farz nima? Bu holatda yerim. Uningdan boshqasi emas. O ayolning o'lib ketgan ayolning molining melininki qoldirib ketgan yerimni oladi, boshqa emas. Oyatning hukmi bu. Va yana uningdan boshqa va mislu qavli taala fi sha'ni zani va zaniya. Er ve ayol zinaxor haqidagi Alloh taolaning sizni o'xshayki fajidu kulla vahidin minhuma mi'ata jalda. O fajidu kulla vahidin minhuma mi'ata jalda. O er ve ayol zaniydan bo'lgan har birisi 100 qamchiron dedi. Hargiz 101 bo'lmaydi. Valla 99 qilib qo'yish ham bo'lmaydi. Miya dedimi? Miya. O qat'iy buning dalolati. Fahaza qat'iy dalalati ala anna hadda zina 100 jalda. Bu oyatniki hukmi dalalati qat'iy bo'ladi. Suv sig'maydi, qil sig'maydi. Nimada shuning uchun zinaning tegadigan jazosi, unga tegadigan qamcha darra 100 darra. Onun la aksara va la aqal. O bir hech qanday qadam ko'paytib o'tolmaydi va la az qo'ymaydi. Bu Allohning haqqi bu. Va kaza kullu nassin dalla ala fardin fil irsi muqaddarin aw haddin fil uqubati muayyanin aw nisabin muhaddadin. Ve şunun her qanday bir nas uqtirib nas farzni uqtirib miros olsun. Bu muqaddarin, bu bektilgen bir farzken. Masalan, o'g'illarga bir so'z, qizlarga ikki, bu degandek, ama ya da eli degan o'xshash, masalan, erninki ayolning tarafidan bolasi bo'lgan bo'lsa, er xotinning bolasi bo'lgan bo'lsa, ayol o'lib ketgan bo'lsa, yerimni oladi. Nima 4ning birini oladi, bolasi bo'lmasa yerimni oladi degandek. Biz nima farzki muqaddar belgilangan Qur'oni Karimda bu. Buni hammasi bu nas uqtirdi. Bu farz uqtirdi buningda. Bu miros haqida. Andan farzga belgilangan farz. Yoki uqtirdi farzni bir hadni. Hadni uqtirdi bir jazoda muayyan av haddin fil uqubati haddin muayyan. Muayyan bo'lgan bir jazoda 100 dedimi? 100. Agar ta'zir o'qima 80 dedikmi? 80. Rejim degan bo'lsa tosh chalma-kasak qilish, o nima chalma-kasak qilish degandan iborat. Buning da mutlaq shuni uqtirdi. Yoki nisob muhaddad, qo'yninki masalan nisobi yillik eng azg'ini 40 qo'ygan bo'lsa, bir qo'y yil yurilib bir 40 qo'y bo'lganmiz bir odamdan, uni bir qo'y nisob nim kelganligi. Kala bo'lsa 30 dan bir kala, to'g'on bo'lsa bir to'gidan bir to'giniki to'piga bir balisi degandek biz nisobi bo'lmoqda. Buningda hech bir kimning undan oshirib o'tish yoki kam qilib qo'yish haqqi bo'lmaydi. Bu oyatning dalolati, bu nasning dalolati qat'iy. Hech qanday bir narsaga o aql wala boshqa bir narsa ishlamaydi uni. Nimaga bu shu bilan qilish kerak deydi. Va amma nasu zanniyu dalalatu fa huwa ma dalla ala ma'nan walakin yahtamilu an yu'awwala ويصرف هذا المعنى ويراد منه معنى غيره مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما نسكي دلالة ظني وغن دلالة قطعي وصغو سلمنا demeydin başka şey yok. O akıl yimbi nesin kerigolmaydı onda xiyalda. Dalal danni ki naski dalal danni olan nas o bir mananı uqturdu. Lekin o manaço onu başka tevilge ihtimali var. Mandaq mı diye, mandaq yaptı. Mandaqarak mənim uqturğanmışım degan qo'shish ta'vilga ehtimoli bor uniki. Ma'noni uqturdi, ta'vilga ehtimoli bor. Ammo bu ma'noni cho boshqa taraf qartildi. O ma'noning boshqa bir ma'no maqsad qilinadi. Alloh taolaning so'zishki, "Val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihunna salasata quru" degandek. Talaq qilgan ayollar yerdan bu o'zining o nimacha yatarabbasna bi anfusihunna salasata quru bu 3 quru o'zini tutish kerak.
u erininki nimasini qilib deb jurib masalan rahmidinki qandoq bo'lganligi muayyan bo'lgan qadar va bunlar emas buni hozir nurg'un masala chiqadi buningda masalan rahmin hozir shundoq kompyuter qarablik qilib bu quruq yo quruq emasligini shundoq bilindi hozirlamla 3 oymi vaqt ketamdi deyish mumkin buni nurg'un hikmat va 3 oy mandaq o'zini tarabbus qilsin bak saqlasin deyishdi buningda masalan ikki taraflarni bir birisiga seg'indirish buningda masalan turmushningki qandoq bo'lganligini bir birisiga qadr qiymatini bildirish nurg'un narsa bor buningda فلفظ القرء في اللغة الشرعية مشترك بين معنيين يطلق لغة الطهر ويطلق لغة على الحيض قرء اللفظ ثلاثة قروء قرء جميسي قروء قرء اللفظ عرب لدا ortak kelime iki mana arasında qaysi mana arasında طهر الحيض arasında bunu lügatta طهرga işletildi hem lügatta hayzga işletildi والنص دل على أن المطلقات يتربصن بثلاثة قروء Nas ayet-i kerimdeki bu Kur'an-ı Kerim bu ayet hududda. Çünkü bu yerden talak kılınan ayallar 3 kuru üzü saklısın, küssün degan çıktı. Bunun ihtimal var. Feyahtemilu en yurada salasatu atharin ve yuhtemelu en yurada salasatu hidatin. فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار. Bu ihtimal var. Çünkü irade kılınan 3 tohurunu irade kılışma ihtimali var ve 3 hayız ihtimal kılış onun ihtimali var. 3 hayızın irade kılışma ihtimali var. 3 hayız 3 tohur irade kılışma ihtimali var. 3 hayızın irade kılışma ihtimali var. Çünkü bu ikisi ihtimal olmalı. Çünkü bu nima dese bu bir managa, bu iki manadan bo'lgan muayyan bir managa dalolatı qat'iy emas bu. Dalolatdan nima oyatdan kelib. Mujtahiddan mujtahid mazhab pishvo imomlari ixtilof qilishib qoldi nima desa bu taloq qilingan ayollarning iddati 3 hay degandan bo'ldi yoki 3 to'g'ri degandan bo'ldi ixtilof chiqib qoldi va mislu qavli taala hurimat alaykum maytatu va damu va undan boshqa alloh subhanahu taoloning qavlining so'zi bu ham qanday qiladi deganda bu ham dalolatı qat'iy emas bir muayyan ikki ma'nodan bo'lgan bir ma'nigacha qat'iy emas ikkilisi ehtimoli bor harom qilinsalarga mayt va dam dedi palabzul maytati mayyit bo'lsa da o'lmagan ammo uning maali o'lik hozir yashayotgan ammo min o'ladi u mayyit yay mushaddatlan bo'lsa mayt bo'lsa naq o'lgan buni mayt dedi kullukum maytun innaka maytun va antum inneke meyitun ve entum meyitun bir ayet var. Sen Muhammed Aleyhisselam'a meyit dep Allah Teala meyit dep hüküm kıldı. Tek Resulullah Aleyhisselam yaşavatkan çağda. Ve başkalarımı hem ölük dep, tek ölmegen. Demek meyit perkaşın. Meyit hazır nak ölgen. Meyit diye lebze hurrimet aleyküm meytet ve dem. Sizlerge meyit haram kılındı, kan haram kılındı. Meyit diye lebze am bu. Ve nassu yahtemilu dalalete ala tahrimi kulli meytetin. Nas qarsak bu ehtimal va dalolat qilishga har qanday meytin, har qanday üzülüp qanasın haram ekanligicha haram ekanligini uqtirishga bir dalolat ehtimoli bor. Ve yahtamilu an yukhassas at-tahrimu bima ada meytat al-bahr. Ve ehtimal va shuniki taxsis qilingan bu tahrimni haram qilindi sizga meytni degan gapning o'zidan bu taxsisni qabul qilgandek ehtimali var çünkü taxsis qilingan bu hurrimat degan gapning o'zini mush dengizda o'lib qolgan narsaning boshqalar bilan dengizda o'lib qolgan narsaning o'zilan bima ada maytatil bahr mushug'ul taxsis qilish buning ehtimoli bor ehtimol var shuki taxsis qilingan bu tahrimni bimarna bir narsaki nimaga deganda dengizda o'lib qolgan narsaninki başkası muş haram denizde ölüp kalan neyse mesela belek bu haram emas inandan baş qurg'oqda ölüp kalan havada uçup ölüp kalan neyse haram deb bu haramlık dairesini bir az kichiltishga ehtimoli bor فالنص الذي فيه لفظ مشترك نص o nasıdır lafz müşterek var
qaysi maytda yoki labz om yoki labz mutlaq bo'libdi yoki uni o'xshibdi. Masalan, naski o nasda mushtarak labz bo'libdi. Quruq o'xshash yoki labz om bo'libdi. Nima o'xshash? Mayt degandek, dam degandek. Yoki mutlaq labz bo'libdi. Yoki uni o'xshibdi, muqayyat bo'libdi. Masalan, buludu bu oyatcha dalalati danni bo'ladi. Am bo'lgan bo'lsa, mumkin uni taxsis qilish ehtimoli bo'lgan bo'ladi. Qayerda am degan bo'lsa, ha, buni bir taxsis qilgan oyat bo'lishi mumkin, oyat hadis bo'lishi mumkin deydigan gap. Xos bo'lgan bo'lsa, bu xosni masalan umumga yoki mutlaq bo'lgan bo'lsa, uni muqayyat qilishga, mujmal bo'lgan bo'lsa, uni mufassal qilishga, azroq bir yuchuq bor degandek shunga ehtimol bo'lgan bo'ladi. Shu vajdan buning dalalati danni bo'lib qolgan gap. Qachon qayerda bir nasl o'zida lafz mushtarak bo'lsa yoki lafz am yo mutlaq yo uni o'xshab qolgan bo'lsa. Chunki bu uqturda bir ma'noni uqturiki ehtimol keltirib bu ma'no bir dalolatni ash ma'noning g'ayri bo'lgan dalolatga ehtimol keltirgan bir ma'noni uqtug'ach bu qanday qilindi? Aşı sababli bunun dalalati qat'iy bo'lmay dalalati danni bo'lib qolgan bo'ladi deydi. Xo'sh, demak Qur'oni Karimninki bu nima dechu? Bu nasninki Qur'oni Karimning oyatlarining dalalati mushunaqa ya qat'iy bo'ladi, ya danni bo'ladi. Qat'iy bo'lish nima deganda qat'iy bo'lish undan boshqa hech qanday boshqaga ehtimoli binas bo'lmaydi. Hech qanday bir narsaga ehtimoli bo'lmagan bo'ladi. Aqlga hech qandaycha uniga ehtimol keltirishga majol qolmagan bo'ladi. Buning o'zi nima deganda buni nima deymiz? Qat'iy deymiz deydi. Dalal zanni deganlikning o'zi mana o'xshashanda u boshqa o'z ma'nodan boshqa bir nimaga ma'noga uning dalalati ehtimoli bo'lg'ashqa u labz nasniki labzi ya mushtarak yoki uningdan boshqa labzi am yoki labzi mutlaq ya uni o'xshab bo'lib qolg'ashqa bir ehtimollik bor deb qarab turib bu qat'iylik tarafidan ne bo'lgan bo'ladi? Azroq danni o'qigan bo'ladi oyatning dalalati. Demak, Qur'oni Karimningki oyatlarningki subuti yoki vurudi qat'iy bo'lgan bo'lsa-mu, dalalati ham ba'zida dalalati qat'iy bo'lganlar bo'ladi va dalalati danni bo'lgan bo'ladi. Ammo hadisga kelsak-chi, hadisningki subuti ham qat'iylar bor. Hadis mutawatir, hadis mashhur o'xshash. Va undan boshqa masalan uning subutichi zanni o'g'alar bor. Masalan ahad va bunga o'xshash. Ammo dalolat ham qat'iy o'g'alar bor, dalolat ham danni o'g'alar bor. Qur'oni Karimningki oyatning subuti qat'iy, dalalati danni. Dalalati ham qat'iy bo'ladi. Danni ham bo'ladi. Ammo subut qat'iy. Buni faqat danni degan gap bo'lmaydi. Subut qat'iy. Dalolat ham danni ham yoki qat'iy bo'ladi. Hadisning subuti qat'iy bo'lganlar bo'ladi, subut zanni bo'lgan bo'ladi. Dalalati ham danni ham dalalchi qat'iy bo'lgan bo'ladi. Buni inshaalloh hadis bu nimaninki dalil sani ahkam shari'ninki uningki sanad bo'lgan, marja'i bo'lgan ikkinchi dalil sunnat. Mushunda inshaalloh o'qimiz buni. Bugun darsimizni mushundan kifoyalaymiz. Vaqt itibariyle dersimizin devamı ayet olmalı inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.